Muhiddin dedim, Ravshanbek siz ham gapga aytdimi desam, aytdi aka, boraman bu oqshomolga, bugun maza qilib o'tiramiz gap dedi. To'g'ri. Ha deganda kelavermadi Muhiddin. Ha. Keyin Qorasuqlik o'rtoqlar telefon qildi. Muhiddin ketyapti. Balonni almashtirishyapti dedi, mashina buzilib qolibdi. Nima aytdim, yo Muhiddinning dami chiqqan. Soat 9da Yangi bozorda oldida ko'rishamiz dedingizmi? Ko'rishadigan edik-da. Kelib yarim soat kutdim aka. Ha. Mashinangiz turibdi, o'zingiz yo'qsiz. Bunaqami? Keyin o'yladim-da o'zimcha. Ha. Namasi ekan, to'y qilaman debdi, yo kamiga kirib ketgan. Haqiqatda men keldim. Keladimi? Shu va'dalashgan joyga. Mendan oldinroq kelib, panjaraga suyanib, boshingizni ushlab o'ylanib turgan ekansiz. Ha. Men aytdim, Muhiddin boshini ushlab o'ylanib qoldi, yo g'ami katta dedi. Endi yoshi 60 ga borib qoldi aka. Organizmda o'zgarish bo'ladida. Albatta-da. Doim sog'ligidan bog'liq yuradi. Ha. Keyin o'zimcha o'ylayman. Namasi akam yo o'tar edi. Siz ham sog'ligingiz yaxshi emas edi, endi yaxshi bo'lib qoldingiz. Ha. Bir oy buni oqsalayotgandingiz. Ha. Qadamingiz qiyshiq bosayotganingizga aytdim, Muhiddin yo o'q yegan. O'tib oriyapti, bir telefon qilib bo'lsa ham hol-ahvol so'rab qo'yilsam, urush beryapti, ishing nima deb. Ha. Achchig'im keldi, aytdimki, "Boray, o'tingga ham urdi." Endi biz dehqonchilik bilan shug'ullanib turamiz-da usta. Ha. Savdo ekuvdim. Bir kun telefon qildi. Savdo o'rtoq qilyapman desam, o'rtoqqa yordam beraman deb keldi. Ha. Tagasi ham yo bo'lmasa tutib panasida yotibdi. Men aytdim, Muhiddin yo o'rtoqqa yaramaydi. Faqat bir kun yordam beringlar, chaqirdingiz Hasarga. Chaqiruvdim. Bir kun kelib, ishim yoqib qoldi shekilli-da. Ha. Ertasiga ham indiniga ham yana chaqiryapti Mirzo aka. Keyin o'zimcha o'ylandim, Namasi akamga yo o'tog'im yoqib qolgan.